bir xil talabalar bo'lgan, shundoq kelib bir kun yashab shunday ketib yuborgan talabalar bo'lgan. Demak, siz Singapurga kelguningizgacha kvartira siz uchun tayyor bo'lgan. Dadam ruxsat bermaganlar, borib o'zingni eplab keta olmaysan. Va o'shandan boshlab qo'rqaman. Bo'ldi, men eplolmayman ekanni. Singapurda talaba bo'lganim uchun Gonkongga, Yaponiyaga turist viza oldim. Havasim keldi, o'qiganlarim kelib ketyapti. Singapurdan barchangizga assalomu alaykum. Agar siz yoki farzandingiz Singapurda o'qishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu videoni albatta oxirigacha ko'ring. Chunki bugun biz Singapurdagi Amity Global Institute talabasi Charos bilan ochiq va samimiy suhbat qildik. Bu suhbatda sizni qiziqtiradigan deyarli barcha savollarga javob oldik. Singapurda o'qish qanchalik qiyin, talabalar qanday yashaydi, oylik xarajatlari qancha, qizlar uchun Singapur qanchalik xavfsiz davlat, darsdan tashqari ishlash imkoniyati, eng muhimi chet elda o'qish inson hayotini qanchalik o'zgartiradi. Agar siz Singapur haqida internetdagi umumiy ma'lumotlardan ko'ra aynan shu yerda o'qiyotgan talabaning haqiqiy fikrlarini eshitmoqchi bo'lsangiz, onda boshladik. Singapurdan assalomu alaykum. Do'stlar, bugun Singapurdagi Amity Global institutimizda o'qiydigan talaba qizimizdan bu davlatda, bu universitetda o'qish shart-sharoitlari barchasi haqida gaplashamiz. Hamma jarayonlar haqida Charosdan imkoniyat darajasida savollarimizga javoblarni hammasini sug'urib olamiz. Charos, assalomu alaykum yana bir bor. O'zingizni qisqacha tanishtirsangiz, ismingiz, qayerdansiz va necha yoshdasiz? Qanaqa Singapurga kelib qoldi? Sekin boshlang. Ismim Charos. Toshkent viloyatidaman. 1 yil oldin Singapurga kelganman. Shu Brand Consulting orqali. Shu hamma davlatlarda qaysi davlatga borish haqida o'ylab turib Instagramda research qilganman. Shu qaysi consulting yaxshi deb. Keyin Brand Consulting reklamalarini ko'rib qolganman. Keyin shu ularga bog'lanib hujjatlarimni topshirganman. Keyin ular o'qishga application qilib viza berishgan. Men o'tgan yil avgust oyida kelganman. Diplomaga kelganman birinchi. Keyin agar yoqmasa boshqa joyga perevod qilaman deganman. Lekin o'sha hozir diplomani bitirib, advanced diplomaga o'tdim. Ya'ni hali ham chetda o'qiyapman. Gap yo'q. Siz necha yoshdasiz hozir? 21 yoshdasiz. Maktabni tugatgandan keyin nima ish faoliyat bilan shug'ullangansiz? Foundation o'qiganman. Qayerda? Westminsterda. Demak, siz Toshkent shahridagi Westminster universitetida o'qigansiz. Keyin birinchi kursga o'tgan paytimda shu oxirrog'ida Singapurga kelganman. Demak, ingliz tili darajangiz? Ingliz tili darajam B2. B2. Hozir Singapurga kelgandan keyin yana kuchaydimi? Yana rivojlandi. Chunki bu yerda hamma darslarda ham, o'zining aholisi ham birinchi til ingliz tili. Endi asosan ingliz tilida gaplashadi. Darslarimiz ham 100% ingliz tilida bo'ladi. Shu o'qituvchilarning prononsiyadan o'rganib, ular bilan gaplashib, ozgina o'stirganman. Charos yaxshi universitetda, O'zbekistondagi eng mashhur universitetlardan birida o'qiyotgan ekansizda. Nimaga siz chet elga o'qishga qaror qildingiz? Nega davom ettirsangiz bo'lardi-ku? Bu suhbatimizda savollarga ochiq javoblar kerak. Imkoniyat darajasida bemalol gaplashaversak, bu savollarga samimiy javoblar yaxshi. Chunki o'zim chet elda ishlashni xohlayman. Men o'sha yoshligimdan o'sha uchun o'z Westminster tanlaganman. Shu yerdaga international diplom beradi deb. Keyin o'sha foundation bitirgandan keyin o'yladim, baribir chet elda ishlash uchun o'sha local qaysi davlatda ishlamoqchi bo'lsam, baribir o'sha local universitetni bitirsam, o'sha ishga kirishim osonroq bo'ladi deb chet elda o'qimoqchi bo'lganman. Keyin chet el universitetidan research qilish boshladingiz. Unda biz hozir o'sha Singapurdagi Amity institutining reception bo'limida turibmiz. Sizga qisqagina universitetingizni bo'ylab kichik kadrlar olib savollarga javob bersak, shu bahonada universitetni ham bizga bitta ko'rsatgan bo'larsiz. Endi Charos o'qiydigan universitetni afzalliklari bilan tanishamiz. Universitetimizda eng yoqadigan tarafi o'zi universitetimiz shahar markazida joylashgan. Eng oxirgi texnologiyalar bilan jihozlangan. Universitetimizda ustozlari ham menga yoqadi. Talabalar bilan do'stona gaplashishadi. Talabalarni iloji boricha tushunishga harakat qilishadi. Darsga kechikib kelsak ham to'g'ri tushunishadi. Agar Westminsterda ustozlarga solishtiradigan bo'lsam. Zo'r. Lekin juda ko'p talabalar bu
imkoniyati suiiste'mol qilishadi. Shunaqa. Haqiqatan menga bu xona yoqdi, auditoriya. Biz kecha bu seminarda qatnashdik. MITni aynan mana shu qismida tadbirlar, katta leksiyalar bo'ladi. Ya'ni bu leksion zal. Hamma xonaga ovozlar teng tarqalishi uchun hamma zo'r moslamalar, kolonkalar qo'yilgan. Mana bu yerda mana interaktiv doskalar deysizmi? Hamma ustozlarni maksimum darajada ilmini yetkazib berish uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Hozir keyingi joyga o'tamiz va bu joyda mana yonimizda, bu joyda ham talabalar nima bilan shug'ullanadi? Aynan charos qizimiz bu yerdan foydalanadimi, yo'qmi, bularni ham hozir ko'ramiz birga. Kuzatishda davom etinglar, qiziq bo'ladi. Endi bu joy haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Bu yerda o'z talabalar bo'sh vaqtini asosan shu yerda o'tkazishadi. Tennis o'ynasa bo'ladi, erta bilyard o'ynasa bo'ladi. Keyin ko'pchilik dars qilishadi. Men bu yerga uncha ko'p tushmayman, chunki men asosan vaqtimda shu yaqin, mana shu universitetimizga yaqinroq katta Singapurda milliy kutubxonasi bor. 10 etajli, o'sha yerga ko'proq boraman. Vau, bugun bora olamizmi? Bo'ladi, 9 gacha ishlaydi. Va bitta ko'rsatsangiz bo'lar ekan joyga ham. Bu joy universitetda o'sha talabalar darsdan bo'sh vaqtida xohlagan ishlari va universitet tomonidan tashkil qilinadigan tadbirlar, bayramlar, mana Ramazon hayiti, shunga o'xshagan bayramlar, har davlatlarning milliy bayramlari mana shu joyda bo'ladi. Hozir endi bu yerda hech kim yo'q. Biz charossi darslar tugagandan keyingina bu intervyuni olyapmiz. Shuning uchun hozircha jimlik. Ketdik keyingisiga. Bu qismda ham talabalar darsdan tashqari vaqtda bemalol shug'ullanib o'tiradigan joylar bo'ladi. Bu haqda kadrlarda qo'yamiz. Talabalarni universitetga keldi, bu joyda darslar shunaqa qo'yilganki, para ketidan para emas. Bitta darsi soat 1 ga qo'yilgan bo'lsa, bitta dars soat 4 ga qo'yilgan bo'ladi. O'rtada deylik 2 soat yoki 1,5 soat yoki 3 soat qanaqadir vaqt bor. O'shanaqa vaqtlarda talabalar bemalol darslarni qilib o'tirsa bo'ladi. Shunaqa joy. Charos, bizga universitetingiz joylashgan hududni bitta tanishtiring. Xo'p. Ketdik. Universitetimizdan chiqishda seminarim bor. Bu seminar xuddi Toshkentda Korzinka havasiga o'xshagan Singapurda katta brend magazin. Bu yerda hamma narsani topsa bo'ladi. Nima kerak bo'lsa hamma narsani topsa bo'ladi ichida. Zo'r. Hamma qulaylik bor ekan magazin. Universitetimiz yonida. Bu yerda universitetimizning ikkinchi branch, ya'ni korpus ochildi. 2 kun oldi. Demak, MIT institutini bu ikkinchi yangi binosi. Charos, ota-onangiz chet elga jo'natishdan oldin xavfsizlik haqida qanaqadir sizmi jo'natishga qo'rqishmaganmi? O'zimman Singapur xavfsizmi yoki xavflimi, qanaqa? Dadam shu viza chiqqan paytlarida rosa qarshilik bildirganlar, ya'ni aytganki, Singapurda rosa hindlar ko'p, borsang xavfsiz bo'lasan, o'zingni xavfsiz tutmaysan deganlar. Ancha paytgacha rozi bo'lmagan, keyin internetdan ko'rib, research qilib kelganman. Kelsam, umuman dadam aytganlar, umuman boshqa shahar bu. Ya'ni juda ham xavfsiz. Kechqurun 1, 2, 3 xohlagan paytingiz tashqariga chiqsangiz ham juda xavfsiz. Oxirgi marta Baliga borganimda ham solishtirib ko'rganman. Masalan, Balining ko'chalarida rosa ko'p hayvonlar yuradi, mototsikllar ko'p bo'ladi. Masalan, yo'lni kesib o'tayotganingizda farqi yo'q. Ular ham Siz boshqa davlatlarga ham chiqishga ulgurdingiz o'sha? Boshqa davlatga ham chiqdim. Singapurda talaba bo'lganim uchun boshqa davlatlarga viza ham oldim. Gonkongga, Yaponiyaga turist viza oldim. Gapi borishga ulgurdingizmi? Endi boraman. Ha, o'sha oldingiz, hali bormaysiz. Ko'rdingizmi? O'qish faqat o'qish emas, mana shunaqa sayohatlar ham bor. Yana o'ylab, "Voy, boraman hozir juda qattiq bo'ladi, juda faqat o'qiyman emas, shunaqa sayohatlarga ham imkoniyat bo'ladi." Hozir mana yo'ldan kesib o'tamiz. Juda tartib hammasi. Juda kuchli. Keyingisiga menimcha qoldirsak kerak, hozir ulgurmaymiz. O'zi umuman Singapurda mana mashinalarning harakatini men ko'rdim, 2 kundan bir kuzatyapman. Ko'rmagan ham-ku, lekin men bironta avariya bo'lganini hali ko'rmadim. Yo'q, men ham 1 yildan beri shu yerda bo'lsam, hali ko'rganim yo'q yana. Ko'rmayman. Yo'q, chunki juda hurmat qilishadi. Yo'lovchilar, haydovchilar yo'lovchilarga rosa hurmat qilishadi. Mototsikl, velikni kutib turishadi shu yo'lovchi o'tib ketishini. Zebra yo'llarida masalan haydovchilar agar ko'rib qolsa, sras to'xtashadi. Masalan, odam ko'p bo'lishini yo o'zim o'tib ketay demaydi. Biz shuni ko'rdim odamni, to'xtashadi. Shoshib turgan bo'lsa ham to'xtashadi. Rosa ko'p shunga amin bo'lganman o'zim. Inson xavfsizligi
Birinchi o'rinda. Charos, Singapurda yo'l kirali qanaqa? Bir oyga qancha taxminan ishlatasiz? To'g'risini aytsam, yo'l kira qimmat. Masalan, Toshkentda yashab yurgan birdan bu yoqqa kelib qolsa, ancha o'rgana olmadim boshida, chunki masalan O'zbekistonda bir marta to'laysiz, bo'ldi, xohlagan joyingizga borasiz. Bu yerda kirishda to'laysiz, qayerdan chiqsangiz yana bir marta kartani bosishingiz kerak. Yechib oladi keyin avtobusda ham, metroda ham bir xil. Boshida kelganimda hayron qolganman. Mana O'zbekistonga o'rganmanda, bitta universitetga borib kelishga 20 ming sarfladimmi, 40 ming sarfladimmi? Rosa o'rganman O'zbekistonga. O'sha hozirlar ozgina o'rganganman. Masalan, bir oyda $150 ko'p ketadi. Oddiy emas metro. Bir oyda taxminan $150 transportingizga xarajatingiz bor. Singapurda eng yana zo'r narsasi, har bitta metrosida mol bor. Hammasida shu metrodan chiqsangiz mol bor. Bu tarafda ham ichkarisida anaqa eskalatordan tushishingizda metro, chiqsangiz mol. Bu o'zi aslida mol. Lekin metro ham bor. Mana ichkaridan hozir mana eshik ochilganiga muzdek havo kelyapti. Ichkari salqin, ha? Ichkarisi metrolarning hammasi O'zimdan molga, shoppinglarga borib turasizmi? O'zi bu yoqda qarang, sentralniy joy bo'lganiga, bu yoqda hamma brendlar bor. O'zi metrodan chiqqaningizda molda hammasi qimmat brendlar bor. Anaqa Nike, Zara, Tiffany hammasi bor. Original brendlar mahsulotlari bor. Molda mana shu ro'parasida universitetimiz bor bu tarafda. Mana MIT shundoq metroni ro'parasida Charos o'qiydigan universitet bor. Charos ko'pchilik Singapur issiq deyishadi. Bunga siz qanday qaraysiz? O'z Singapurda ikki xil havo bor. Bittasi yomg'ir bo'ladi, bittasi issiq bo'ladi. Lekin yomg'ir yog'sa ham, issiq bo'lsa ham sezmaymiz, chunki metrodan chiqsangiz, va aytganimdek mol bor, molda chiroqsiz salqin, hamma joyi yopilgan. Даже universitetimizga bormoqchi bo'lsak ham metrodan chiqib, mol orqali kesib o'tib, universitetga borsak bo'ladi, yomg'ir yoqqan paytda ham. Ya'ni zo'rtik kerak emas. Havo isiydi, masalan, metrolar. Universitet salqin, avtobus salqin, metro salqin, xullas issiqda muammo yo'q. Muzlab qolasiz. Nima issiqligi his qilmadim shuncha kelganimda. Odam ko'pligini qarang. O'ta ko'p. Chunki bu ham rosa mashhur mollardan bittasida. Singapur juda megapolis shahar hisoblanadi. Maydoni atiga o'sha Singapur, O'zbekiston Toshkent shahari bilan deyarli teng, lekin bu bitta davlat. 6 millionga, ya'ni 6 million atrofida aholi bor. Bu tomonda shunchalik odam ko'pki, odam boshlanib ketadi. Zo'r havas qildim. Havasim keldi. O'qigalarim kelib ketyapti. Hamma joyda shunaqa food courtlar bor. Narxlari ham yaxshi mollarda. Masalan, Toshkent City'da mollarda narxlar rosa qimmat-ku, bu yoqda unaqa emas. Ko'cha bilan molda ichkarisidagi ovqatlar narxi bir xil. Charos, mana chet elga kelmoqchi bo'lgan talabalarni bir necha nima deymiz buni, bahonalar deymizmi, sabablar to'sadi. Borsam eplolmasam-chi, o'zimdan sizlar nimadan qo'rqqansiz? Shuni ham borsam yashab keta olamanmikan, o'zim eplab keta olamanmikan deb shu narsadan qo'rqaman. Aha. Qarshiliklar bo'lmaganmi? Mana bo'lib ham qiz bolalarda 3-4 ta qarshilik bo'ladi. Ota-onasi rozi bo'lsa, bobo buvisi rozi bo'lmaydi. Ular rozi tog'asi bilan qo'shni saqil o'rgatadi. Sizda bunaqa holat bo'lmagan? Shular ham ruxsat bermaganlar. Borib o'zingni eplab keta olmaysan deganlar. Yashab keta olmaysan deganlar. No endi tilni bilganim uchun unchalik qiynalmadim kelganimdan keyin. Menga to o'sha aeroportga kelgunimgacha qo'rquv bo'lgan. Aeroportga kelganimda o'ta olmaganman. O'sha arrival karta o'ldirishim kerak bo'lganda o'ta olmaganman. Va o'shandan boshlab qo'rqaman. Bo'ldi, men eplolmayman ekan deb. Men o'sha kirganimdan keyin gaplashish oson bo'lgani uchun o'zini fuqarolar bilan unchalik qiynalmaganman. Nima deb o'ylaysiz? O'sha tavakkalchilikka hozirgi ko'rayotgan joylaringiz, hozirgi o'qiyotgan joylaringiz, olayotgan hissiyotlaringiz arziydimi? Arziydi. O'sha paytda qilgan qaroringizdan hozir afsuslanasiz. Chunki siz zo'r universitetni tashlab Singapurga keldingiz. Bu ham zo'r, bu undan 10 barobar zo'r. O'zimman O'zbekistondagi universitetlar ham zo'r, lekin mana xorijga chiqib o'qishdagi beradigan qulayliklar haqida nima deysiz? Networkingmi? Networking birinchidan kuchli bo'ladi rostdan ham. Boshqa millatlardan o'rtoqlaringiz bormi? Ha, bor. Juda hindistonlik o'rtog'im bor, Chinese o'rtog'im bor. Myanmardan qizlar bor. Nimalar o'rganasiz hayotga kerak bo'lishi mumkin bo'lgan ulardan? Ulardanmi? Ko'pincha ota-onaga bo'lgan qanaqa muomalani, odamlarga ular rosa mehribon.
o'sha narsani o'rganganman. Men man gapirmasdim boshqalarga. Masalan, kimdir masalan, ko'chada o'lib yotsam, ishim bo'lmasdi. Hozir ulardan qanaqa qilib odamlarga mehribon bo'lish. Siz tabiatan introvert qizmisiz? Ha. Chet elda bitta yaxshi tomoni odamni ichki yashirin potensiallarini ochib yuboradi. Introvert odamlar ekstrovert bo'lib ketadi. Chunki ekstrovert bo'lmasa yashab bo'lmaydi chetda. Taros, eng muhim masala talabalar Singapurda qayerda yashaydi? Talabalar yotoqxonasida turasizmi, yoki kvartirada turasizmi? Sizda qanaqa bo'ladi? Kvartirada turaman, chunki talabalar yotoqxonasi ozgina qimmatroq. Kvartirani Qanaqa topgansiz kvartirani? Kvartirani shu Brand Consultingda ishlaydigan Dildor opa MTda ishlaydigan xodimlar nomerini bergan. Bu kelgunimcha ular topib qo'yishgan. Demak, siz Singapurga kelguningizgacha kvartira siz uchun tayyor bo'lgan. Aeroportdan to'g'ri o'sha kvartiraga kelganman. Hali ham o'sha kvartirada turaman, chunki rosta yaxshi kvartira topib berishgan. Universitetga yaqinmi? Yaqin, yarim soatlik yo'l. Bitta shu har xil millat O'zbeklar bilan turasizmi? O'zbeklar bilan emas, bitta shu har xil millat qizlar bor. Chinese, Hind, hamma millat qizlari, ular ham o'qishadi, ishlashadi. Ulardan yaxshi jihatlarini o'rganishga harakat qilasizmi? Birontasi bormi sizda? Men ovqat qilishni bilmayman. Shu ulardan ovqat qilishni o'rganaman faqat. Eshitib qolishmasin. Ular yaxshi ovqat qilishadi. Boshida men o'rgana olmaganman. Men hozir shu ularni Kvarplatangiz necha pul? Qancha oyiga to'laysiz? Aytmaysa, demak, bular ota-onalardan ko'proq pul oladilar. Yo'q. Kvartira $400 bo'ladigan bo'lsa, ular $800 oladi. Shunaqami? Mayli, aytmay qo'yavering, agar aytgisi kelmasa. Lekin ya'ni yotoqxonadan arzon demoqchisiz. Ha, arzonroq. Yotoqxonani sharoitida zo'r emas-ku, lekin arzonroq. Ota-onani qadriga yetish qanaqa bo'ldi? Sog'inch qanaqa bo'ladi? O'z yaqinda kelib ketishdi-da. Ko'rishga kelib ketishdi. Malaziyaga kelib ketishdi. Ko'rishdinglar? O'shaning uchun hali qisqagan yo'q. Ota-onangiz ham siz sabab va sizni ko'rish, shunaqa sabablardan chet elga sayohatga chiqib turishadi. Qadrli ota-onalar, mana chet elga chiqish uchun shunaqa yaxshi sabablar ham tayyor sizlarga mana. Farzandinglarni chet elga o'qishga jo'natinglar va ularni ko'rish bahonasida shunaqa go'zal davlatlarni sizlar ham ko'rib, bemalol sayohat qilib ketinglar. Charos, siz bilan universitetingizni kichkinagina bir qismini obzor qildik va shaharni bu universitet qismini ko'rsata oldik. Bizni kuzatib turgan siz tengi balki sizdan kichkina singillaringiz yoki ukalaringiz bo'lishi mumkin. O'zimman chet elda o'qiymikan, O'zbekistonda o'qiymikan, o'zi umuman o'qish kerakmikan, yo'qmikan deb rosa ikkilanadigan yoshlar borda. Nima maslahat bergan bo'lardingiz? Sidq dildan. Ikkilanmaslikda maslahat berardim, chunki o'zim ham ikkilanib Westminsterda o'qiganman. Hozir o'sha 1 yil yutqazganimga afsuslanaman va 1 yil oldin kelganimda shatga mana ishlar qilgan bo'lardim deb afsuslanaman. Umuman ikkilanish kerak emas. O'sha kelajagi uchun hozirdan harakat qilish kerak. Ya'ni chet elga chiqib, dunyo ko'rib, boshqa imkoniyatlarni ko'rib, universitet tanlab chet elda o'qishni maslahat beraman, chunki Toshkentda o'sha o'qigandan ko'ra chet elda o'qib, o'zini kelajagiga, masalan, Toshkentda o'qisa, o'sha kelajagiga bir qadam, 2 qadam qo'yib chiqishi mumkin o'sha kelajaggacha. Lekin chet elda o'qish bu 10 qadam deb bilaman. Masalan, tushuntira oldimmi nima demoqchiman? Sakraydi burada. O'sha chet elda o'qib yurgan odamni dunyo qarashi bilan o'sha O'zbekistonda o'qib yurgan odam dunyo qarashidan farq qiladi. Chunki men bugun e'tibor qildim, kuzatdim. Siz o'qiyotgan talabalarni, siz bilan birga o'qiyotgan talabalarni kuzatdim. Har xil davlatdan, har xil millat vakillari bilan o'qiyapsiz. Shunaqa millat vakillari bilan yashayapsiz. Bu joyda odamda hayotga immunitet paydo bo'ladi. Qancha o'qigan sari o'qigim kelaveradi. O'zim ham shu diplomimni bitirib ketaman deb o'ylaganman, vaqt kelish bilan. Уже advanced diplomaga o'tdim, chunki rostdan bu atmosfera sizda culture shock bo'lganmi? Culture shock. Kelganda bir xil 3 oy, 6 oy yoki 1 oy moslasha olmaydi, ketgisi kelib qolaveradi. Bir xil talabalar bo'lgan, shunda kelib bir kun yashab shunda ketib yuborgan talabalar bo'lgan. Hatto men eshitdim, aeroportdan shunda qaytib ketgan talabalar ham bo'lgan, o'g'il bolalar. O'sha 1 oy bo'lgan, shu narxlarga o'sha o'g'iraverganman. O'zbekistonda buncha bo'lar ekan. Ketib yuboraymi degan holatda bo'lgan. O'sha bo'ldi, rosa qimmat ekan.
eplolmayman deb anaqa bo'lgan. O'sha keyin o'rganib ketdim. Boshida bir oy rosa qaytib ketaman bo'lmasa ekan. Va shuncha bo'ldi, hozir shunaqa bo'ldi deb rosa o'rgana olmaganman men ham. O'sha hozir it's normal for me. Ketgisi kelmayapti. Singapurda yashasa odam kelajakda yashaydida. Nimaga unaqa deyapman? Chunki Singapur bizdan 3 soat oldinda yuradi. Hozir o'sha soat 8 bo'ldi. Hali O'zbekistonda hali endi asr namozi kirdi. Soat 5 shunaqa. Shu maslahatim shu ikkilanmasdan hozirdan kelajagiga harakat qilishni maslahat beraman. Odam ikkilanib o'tirib qolib ketaveradi. Bitta qo'lda. Rahmat sizga Charoz. Kichkinagina qiz bo'lganingizga qaramasdan gaplaringiz yirik, fikrlashingiz yirik. Qo'rqmasdan shunaqa davlatga kelib o'qib, o'zi kelajagingiz uchun o'zi harakat qilayotganingizga rosa havasim keldi, xursand bo'ldik. Do'stlar, mana ko'rdinglar, sizlar tengi qizimiz, talabamiz boshqa o'zga yurtda o'qib, bu joydagi qiyinchiliklarni ham, bu joydagi rohatni ham ko'ryaptilar. Siz ham o'zingizni kelajagingiz uchun o'zingiz qaror qabul qiling. Agar chet elda o'qish bo'yicha sizlarga qanaqadir yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, Boran konsalting bilan kelinglar. Albatta, Boran konsalting murojaat qilinglar. Sizni ham eng yaxshi davlatga, yaxshi universitetlarga talaba bo'lib shunaqa dunyoni yangidan kashf qilishingizga yordam beramiz. Salomat bo'linglar. Ko'rishguncha. Charoz sizga katta rahmat.